U mening eng katta raqibim edi. Biz bir-birimizni yo'q qilishga tayyor edik. Lekin o'sha majlisdan keyingi tun uning kabinetida biz nafratdan ham kuchliroq olov borligini angladik. Mening ismim Laylo. 32 yoshdaman. Otamdan qolgan kichik, ammo nom chiqargan to'qimachilik korxonasini boshqaraman. Bu erkaklar dunyosida o'z o'rnimni topish oson bo'lmadi. Men qattiqqo'l, murosasiz va maqsadimga erishish uchun hech narsadan qaytmaydigan ishbilarmon ayolga aylangan edim. Mening yagona zaifligim oilam merosi bo'lgan shu korxona edi. Va keyin Umar paydo bo'ldi. 35 yoshlarda zamonaviy texnologiyalarga asoslangan yangi tekstil fabrikasini ochdi. U yosh, kuchga to'la, tajovuzkor va mening bozorimdagi eng katta ulushni tortib olishga harakat qilardi. Biz dushman edik. Har bir uchrashuvimiz, har bir muzokaramiz bu sovuq urush edi. Uning o'ziga ishongan kulgusi, mening rejalarimni puchga chiqarishga urinishlari mendan nafrat uyg'otardi. Ammo inkor etolmayman, uning o'tkir nigohi, o'ziga xos jozibasi qalbimning allaqaysi bir chekkasida notanish uchqunni yoqardi. Biz bir necha bor katta tenderlarda to'qnash keldik. U mening zaif tomonlarimni topishga, men esa uning xatolarini fosh qilishga urinardim. Bir kuni kechasi muhim bir shartnoma arafasida ikkimiz ham ofisda qolib ketdik. Uning kabineti mening kabinetim ro'parasida edi. Men charchab qahva ichish uchun chiqqanimda, u ham eshigidan chiqdi. Biz yo'lakda yuzma-yuz keldik. Yana uxlamayapsizmi, Laylo xonim? Ertangi mag'lubiyatga tayyorgarlikmi? G'alaba qozonish uchun uxlash shart emas, Umar aka. Siz ham shuni bilsangiz kerak. Bilaman. Lekin sizning bu qat'iyatingiz ortida charchoq ko'ryapman. Balki taslim bo'lish vaqti kelgandir. Hech qachon. U shunday yaqin keldiki, men uning qimmat atirining hidini his qildim. Uning ko'zlarida endi faqat raqobat emas, boshqa bir olov yonardi. Yuragim gupillab ketdi. Men nafratlanardim va ayni paytda bu yaqinlikdan titrardim. O'sha kecha u menga kutilmagan taklif aytdi. Keling, faqat bir marta ochiqchasiga gaplashamiz. Raqobatni unutib. Ikki inson sifatida. Men avvaliga ishonmadim. Bu uning navbatdagi hiylasi deb o'yladim. Lekin uning ko'zlaridagi samimiyat meni rozi bo'lishga undadi. Biz uning kabinetiga kirdik. U menga konyak quydi. Biz ish haqida emas, hayot haqida gaplasha boshladik. U o'zining qiyin yo'li, orzulari haqida gapirdi. Men esa ilk bor uning temir niqobi ortidagi haqiqiy insonni ko'rdim. Suhbatimiz qizidi. Biz tortishdik, kulishdik. Va birdan bilmadim qanday qilib biz bir-birimizga juda yaqin kelib qoldik. Uning qo'li mening qo'lim ustida edi. Nega sendan shunchalik nafratlansam ham seni shunchalik xohlayman, Laylo? Men javob bera olmadim. Chunki men ham xuddi shu savolni o'zimga berayotgandim. U egildi va meni o'pdi. Bu nafrat va ehtirosning portlashi edi. Bu qo'pol, ammo shunday ochofat, shunday otashin o'pich ediki, mening butun vujudim bunga javob qaytardi. Men uni itarib yuborish o'rniga qo'llarim bilan uning sochlarini changalladim. O'sha tun bizning urushimiz to'shakka ko'chdi. U meni o'zining katta stoliga suzadi. Yo'q, u meni avaylab stoliga suyadi. Uning qo'llari kostyumimning tugmalarini shoshqaloqlik bilan yecha boshladi. Bu aqldan ozish, dedim men hansirab. Ha, lekin shunday shirin, dedi u va bo'ynimdan ochofatlik bilan o'pdi. Men qarshilik qilmadim. Qanday qarshilik qilay? Axir mening tanam ham buni yillar davomida kutgandek edi. Uning tajribali teginishlari, uning kuchli qo'llari. U mening tanamni go'yo zabt etilayotgan qaladek o'rganardi. Har bir teginishi bilan men zaiflashib borardim va yanada ko'proq istardim. U meni ko'tarib o'zining charm divaniga yotqizdi. Uning lablari, uning lablari. Ular mening tanamning har bir nuqtasini uyg'otdi. Ko'kraklarimni shunday ehtiros bilan o'pardiki, men ingrab yubordim. Uning tili. U mening ayolligimni shunday mahorat bilan erkaladiki, men hushimdan ketayozdim. Sen meniki bo'lishing kerak edi.
dedi u hansirab. Nihoyat u asbobini ichimga kirgazdi. Men ko'zlarimni qattiq yumdim. Bu og'riq va lazzatning shunday portlashi ediki, u to'xtamadi. Uning har bir zarbasi bu g'alaba edi ikkimiz uchun ham. Biz bir-birimizdan nafratlanardik va bir-birimizsiz yashay olmasdik. Bizning tanamiz bir butun olovga aylandi va biz o'sha tun nafrat va ehtirosning eng yuqori cho'qqisiga chiqdik. Ertasi kuni tenderda biz yana dushman edik. Ammo endi nigohlarimizda yangi bir sir, yangi bir otash bor edi. Bizning yashirin uchrashuvlarimiz boshlandi. Mehmonxonalar, uning mashinasi, ofislarimizdagi kechki ishlar. Bu xavfli o'yin edi. Har bir uchrashuvimiz fosh bo'lish xavfi bilan to'la edi. Ammo bu xavf ehtirosimizni yanada kuchaytirardi. Biz bir-birimizga to'ymasdik. Bizning raqobatimiz endi faqat biznesda emas, balki yotoqda ham davom etardi. Bir kuni bizning ikkimizga ham katta zarba beradigan xabar keldi. Xorijiy yirik bir kompaniya bizning bozorimizga kirib kelmoqchi va ikkimizni ham sindirishga tayyor edi. Biz alohida kurashsak, ikkimiz ham yutqazishimiz aniq edi. O'sha kuni kechasi Umar mening kabinetimga kirdi. Yuzida tashvish. Laylo, biz gaplashishimiz kerak. Dushman sifatida emas. Biz uzoq gaplashdik. Raqobatni unutdik. Bizning yagona yo'limiz birlashish edi. Bu aqldan ozishdek tuyulardi. Ammo boshqa ilojimiz yo'q edi. O'sha tun biz yana birga bo'ldik. Ammo bu safar boshqacha edi. Bu endi faqat ehtiros emasdi. Bu ishonch, bu hamkorlik edi. Biz nafaqat tanamizni, balki rejalarimizni, kelajagimizni ham birlashtirayotgandik. Bizning ittifoqimiz u biznesda boshlandi, ammo qalbimizda davom etdi. Biz hali ham raqibmiz, lekin endi bizning eng katta raqibimiz bizning o'zimizga qarshi bo'lgan dunyo edi. Va biz bu urushda birga g'alaba qozonishga qaror qildik. Bizning nafratdan boshlangan hikoyamiz kutilmagan sevgiga aylandi. Ammo bu sevgi oson bo'lmasligini ikkimiz ham bilardik.